Video olamiz. Qanaqa video? Bu kasal bo'lganda nimalar bo'ladi? Tushunmay turdi do'st. Voy buva, erkak emassizmi? To'y bo'ladimi endi? Yo'q, piar qilamiz, shov-shuvli bo'ladi. Nima gap oyi? Va nihoyat buvingga barterga reklama chiqibdi. Pekinga nima jo'natishdi buva? Kafallik yuborishibdi. Endi ssenariy yozishimiz kerak. Kimga mabodo yumshoqqina, qattiqqina kafalliklar kerak bo'lsa, Buva shu shartmi? shart, rekka chiqamiz. Shamitib. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life for me. Bolam, hech internetga yolchimadim-da. Buva, Uztelecom ishlatsangiz bo'ladi-ku. Bilasizmi, hozirgi kunda Uztelecom 700 dan ortiq o'zini ba'zi stansiyalarni modernizatsiya qildi va bundan tashqari butun mamlakat bo'ylab 5G tarmog'ini quryapti. Oxirgi 2 oy ichida ularni 4G va 5G standartlariga o'tkazdi. Bundan tashqari 100 dan ortiq yangi aloqa obyektlarini barpo etdi. Shuni vohira aytmaysanmi? Buvim TikTok olish yig'ishtirib food blogerlik boshlaganlar. Hozir ovqatlarga baho beramiz. Ovqatga tush. Buva! Я не мало, бары как домой.